Hozir Cobalt avtomobilda hamma sirlarini ochib tashlaymiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'ying. Nima uchun Cobalt? GM Braziliya bo'linmasida ishlab chiqilgan. Videoda ko'rib turgan mana shu vibra demper, ya'ni vibratsiyani qaytaruvchi rezinka va etanolga moslangan motor Braziliyada ishlab chiqarilgan Cobalt bilan bizning ishlab chiqarilgan Cobaltimizda farqli o'laroq bu detallar olib tashalgan. 2011-yilda bu model ishlab chiqarilgan. Amerika bozori luxury mashinalarni qabul qilganligi uchun Cobalt sotuvi bo'lmagan va Braziliyaning bozorida liniyasida sotuvni boshlangan. Tasavvur qilinglar, bizdagi Cobaltda benzin yoki gazga moslashgan bo'lsa, Braziliyaning qonunchiligiga ko'ra, iqtisodiyoti, resurslari ko'ra shakar, qamishdan olingan etanol yonilg'i sifatida foydalanishgan. U yerdagi Cobaltda Flex Fuel tizimi bilan jihozlangan, ya'ni bakka bir vaqtda o'zida benzin, etanol, spirt Любой narsani ulashsangiz bo'ladi bor. U yoqdagi Cobaltlarning yoqilg'i tizimi butunlay boshqacha bo'lgan. Farsunka, yoqilg'i nasoslari spirt korroziya xususiyatlariga chidamli va maxsus qoplamalarga ega. Bizda Cobaltlar esa bunday moslashuvga chidamli emas. Masalan, Braziliyadagi dastlabki modellar balkadagi vibratsiya va kichkina chastotani dovushni yo'qotadigan shu rezinka metal demperlar bo'lgan. O'zbekiston sharoitida tan narxini tushirish uchun aynan shu detal unaqa muhim bo'lmaganligi uchun olib tashalangan.